Assalomu alaykum YouTube kanalimizga o'tgan obunachilarimiz. Mana xudo xolasa yangiliklarimiz chiqdi. Ko'rishlar mumkin. Katta skuterlarimizdan. Xudo xolasa mana ish faoliyatini boshlaganmiz. Bodo Uz kompaniyasimiz bilasizlar, eng katta Qo'qonda eng katta magazin. JMP, Alp Motors, Bodo bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana xudo xolasa eng qizig'i bilasizlarmi nima? Motorollarimizni juda ham aksiya narxda qo'yib yubordim-da. JMP'larimizni qarang, turishini qarang, motorollarni. Vashshi. Mana bu motorollarimiz-chi. Vashshi bomba narxda qilib qo'ydim. Miya motori 1800 toza ko'rishlaringiz mumkin. Akkumulyatori 5 ta 58 likdan. Buni bilasizmi narxini necha pul? Juda ham qiziq. Kommentariyalarga yozinglar, arzon qilib qo'ydim juda. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Shunda videomiz yoqqan bo'lsa, like bostirib tarqataverasizlar. Ikkita filialimiz bor. Novoyda Tabobat klinikani oldi, Islom Karimov instituti oldida. Keyingisi bu Bodo mana bu yerda bilasizlar. Bag'i Toshkentdan yo'nalish kirib kelishi, bag'i Qo'qondan shahar ichida kirib kelish ko'radinglar. Manzil shu mana Marvaridda oldida. Yonimizda eng katta 4-4-bayansi. Moshinachani Qo'qon shaharida ichida, vodiy ichida dastavkalarni qilib qo'yganmiz bemalol. Murojaat qilaverasizlar. Kabinka so'raganlarga ham kabinkalarimiz bor ichkarida. Assortiment juda ham katta, serob bilasizlar. Yangiliklar qo'yishdan to'xtamaymiz YouTube kanalimizga. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. JMP firmamiz pol kabina so'raganlarga 1,5 tonnali, 1 tonnali so'raganlarga mana xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Kabinkalarimiz ham aksiya narxida. Vodiy ichida dastavkalari bilan $1300 qilib qo'yganmiz. 70 li akkumulyatordan 6 ta miya motori 2000 bemalol ko'rishlaringiz mumkin.